600 dollarga mototsikl. Voy, bunaqa narsa chiqali birinchi marta. SNGda birinchi marta. 600 dollar. Mototsiklimiz 250 kubali bo'ladi. Yangi motor bosilgan, hali qilich. Hali atkatkadan chiqqan yo'q motor. Chiqqan bo'lsa 200 km yurdi yangi tuzalgandan beri. Akamiz holatlar ideal. Tiniq holat topib kelib qo'yilgan. Akamiz 600 dollar deyapti. Sizlarga bugun biz buni talashib tortishib, bundan ham arzonroq narxga olib beraman. Davay ketdi, aka bilan ko'rishamiz. Aka, buni men obunachilarimga qancha qilib berasiz aka endi 5 ta oy? 600 dollar deyapsiz aka, endi qancha qilib berasiz aka buni? Siz obunachilaringiz mayli 500 siz bilmasangiz, 500 bilmasa hisoblarni. Ha, men obunachilarim uchun 500 aka, undan o'tib bermaysizmi men obunachilarim uchun? 500 beraylik. Sal endi o'ting, bu mototsiklda obunachilar bir osim maza qilsin aka. 450 aka, mana obunachilar maza qilsin. Akalar, sizlar uchun mana shu mototsikl topib qo'ydik akalar. Aytiga 450 dollar evaziga berib yuboramiz. Motor aytganimdek 250 kubali, holati ideal holatda. Endi ata korpusda ishi bor, lekin bu street holatda yasalgan akalar. Buni oldini ko'tarib, bunaqa fint qilib minish uchun chiqqan aka. Yengil navichoylar bo'lsa, bemalol bosib oladigan joy akalar. Addi shu obuna bo'lib kuzatinglar, pastda telefon raqamlari bog'lanish uchun qo'yib qo'yamiz. Kelar xolagan paytlar 24 ga 7 aloqaga chiqishlari mumkin. Sizlar uchun bu 450 dollarga berib yuboramiz.